Amazonda plyus bo'lmasa ham daromad qilishni 3 ta sinalgan usuli. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni saqlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Birinchisi Amazon FBA. Xitoydan tovarlarni Optimaga sotib olasiz. Amazon uni skladida saqlaydi, upakovka qiladi va yetkazib beradi. Yo'lini qilib shu ishni qilgan odamlar $500 tikib, oyiga $5000 daromad qilishyapti. Ikkinchisi Amazon Dropshipping. Pul tikmaysiz, trenddagi tovarlarni Amazondagi do'koningizga joylaysiz. Kimdir zakaz bersa, Amazon ishlab chiqaruvchidan olib, uni mijozga yetkazib beradi. Riski kam, daromadi yaxshi, lekin ozgina ixtilofli masala. Uchinchisi Amazon KDP. Riski yo'q, ixtilof ham yo'q. Sun'iy intellekt yordamida raskraska yoki futbolka yasaysiz, Amazon KDP ga yuklaysiz, sotuv bo'lsa Amazon yetkazib beradi. Tushgan pulni 30% sizniki. Shu yo'l bilan o'zbekistonliklar ham hozirda oyiga $2000 daromad qilishyapti. Yanada ko'proq onlayn daromad turlarini bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni do'stingizga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lishni unutmang, chunki boshqa ko'rishmasligimiz mumkin.